Assalomu alaykum. Bugun 17-mart 2026-yil. Toza havo sihatgohidamiz. Bugun Xudo xohlasa men Ramazon oylarida bu hozir akamni nevalarda o'zgarishlarni juda katta eshitdim. Men juda xursand bo'ldim. Mana batafsil o'zlari ham gapirib, mana Xudo xohlasa bizni kuzatuvchilarimiz qanaqa kommentariyalarda mana shu o'g'limizga duo qilamiz. Lekin o'zgarishi juda katta ekan. Qayerdan kelganlarini, mana doktorimizni qanaqa insonlarga yordam qilayotganlarini mana o'zlari hozir ham o'zlari batafsil gapirib beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qayerdan kelgansiz hozir aka? Bizlar Buxoro viloyati Buxoro tumanidan kelganmiz, Chorbakir qishlog'idan. Nabiramiz Izbulayev Abdullaxo'ja bilan birgalikda keldik. Nabiramning yoshi 16 da. 16 yosh. 2 yoshidan beri qiynalib mana shu kasallikka, DTP kasalligiga duchor bo'lgan. Shifo izlab boshqa joylarga ham borganmiz, boshqa respublikalarga ham borib keldik, Rossiyalarga. Rossiya, Chexoslovakiya, boshqa joylarda doktorlar bilan uchrashdik, Fransiyaning doktorlari bilan uchrashdik. Hech qanaqa maslahat ham bermadilar. Bunga shifo yo'q deb meni qaytarib yuborgan joylari bo'lgan. Shuning uchun izlab mana shu eshitdik. Andijon viloyati, Andijon shahrida joylashgan ana shu hozirgi klinikalari bor. Undan tashqari bu kishining ana shu sihatgohlari mavjud. Toza havo sihatgohida hozir biz joylashib olganmiz. Ana shu yerda yotib, ana shunday toza havodan nafas olib, ana shuna beramizni tabiiy dorilar bilan shifo tabiiy dorilar bilan davolab kelyapmiz. Tabiiy demoqchimanki, shukrlar doktorimizni tabiiy dorilari natija yaxshi bo'lyapti ekanda. Ana shu tabiiy dorilarning foydasi borligi uchun shu yerga tashrif buyurdik. Bundan tashqari tabiiy ukollar bor. Ana shu tabiiy ukollardan, quloqning orqasidan qiladigan ukollarning natijasi bizga samara beryapti. Samara beryapti. Ana faqatgina bizlar endi bir viloyatdan kelgan bo'lsak, bu yerda qo'shni respublikalardan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan, hatto o'sha Rossiyadan, kerak bo'lsa o'sha Amerikaga yashab kelayotgan o'zbeklarimizdan ham tashrif buyurganlar bor bu yerda. Hozircha yana bitta savolim bor. Endi bu Shukr aka, mana Shukr doktorimiz mana shunaqa bemorlarga yordam qiladimi degan savol tug'ilib yozishyapti-da. Bunga nima deysiz demoqchiman. Ana bugun Ramazon oyida o'tiribmiz. Barchalaringizni Ramazon idi bilan tabriklayman barchaga. Ana shu mamlakatimizga doimo tinchlik bo'lsin. Ana shunday shifokor Shukrullo Jalilovga o'xshagan saxiy doktorlar, saxiy shifokorlar ko'paysin. Bu kishi nafaqatgina shifokor, bu kishi ham psixolog, ham nevrolog, hamma sohani pediatr kerak bo'lsa, hamma sohani biladigan. Ana shu bizning farzandlarimiz kasal bo'lsa, shular bilan muomala qilib, farzandlarimiz bu shifokor bilan uchrashganda quchoqlashib ko'rishadi. Bu o'sha kasallar quchoqlashib ko'rishadi. Bu esa o'sha shifokorni bolalarga nisbatan mehribonligi, kasbini yaxshi ko'rganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda ana shu kelib shu yerda shifo olayotgan insonlar uchun o'sha sihatgohni shunday darajaga yetkazganlarki, bolalar nafaqatgina ana bu dori darmon bilan, toza havo bilan shifolanadi. O'yin maydonchalarini yaratganlar, ko'pgina ishlarni amalga oshirgan. Hozir obodonlashtirish uchun har yili bu kishi 2000 ta, 5000 tagacha nihol quradi. Ana shu narsalarni ko'rib biz juda xursand bo'ldik. Ana keldik, bugungi kunda ko'pgina samarali ishlarni amalga oshirgan. Hozir 4 qavatlik binoni o'sha qaytadan rekonstruksiya qilib, qaytadan jihozlab, oshxonalar, kerak bo'lsa kir yuvish xonalari, hamma joyini remont qilib, ana shu ta'mirlab xalqimizni kutib olishga tayyorlanyaptilar. Bu yerga katta o'zgarishlar bo'lyapti, hurmatli o'rtoqlar. Har kimning gapiga kirib, u yer bunday ekan, bu yer bunday ekan degan gaplarga quloq solmanglar. Agar farzandlaringizni shifo topishni istasangizlar, ana shu sihatgohga, shu doktorga murojaat qilishlaringiz mumkin.
Bu Alloh kishi shifosini fan bersin. nomzodi, dotsent chunki. Bu kishi meditsina sohasini chuqur biladigan aziz inson. Bir qancha mukofotlarni olgan, bir qancha mukofotlarga sazovor bo'lgan inson. Bu inson bilan butun O'zbekiston faxrlansa arziydi. Chunki bunday insonlarni biz avaylab asrashimiz kerak. Har bir insonning do'sti bor, dushmani bor. Allohning o'zi dushmanlardan asrasin. Bitta dushman ham katta kuch u. Rahmat. Lekin dushman insonni tarbiyalaydi. Dushman insonni tarbiyalaydi, o'z ustiga ishlashga majbur bo'ladi inson. Mana hozir nevarangizga xudo xolasa o'zgarish zo'r, ha? O'zgarish zo'r. Ana bizaga doktor ro'za oyi bo'lgani uchun 5 kun qo'shimcha bepul mukofot berdilar. Bepul. Yaxshi. Shifo topyapmiz. Ukollar, dori-darmonlar, oziq-ovqatlar, yotish joylari bepul. Qaysi joyda bu narsa bor? Doktorimiz duo qilasizlar. Mana Albatta. Duo qilamiz. Hamma vaqt bu kishi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Oilasini boshiga, xalqimizni boshiga sog' salomat bo'lsin. Hamma vaqt xalqimizning xizmatida bo'lsinlar bu kishi. Yuzga kirsinlar. Biza ko'raylik. Salomat bo'linglar.